Eng arzon vodikanimiz arzon narxda Gentra avtomashinamiz keldi. Ikkinchi paytda mexanikasi mashinamiz tashqi ko'rinishga ozgina mehr bersani zo'r holat keldi. Lekin texnik umuman aybi yo'q. $1000 rasxod qo'yishgan ekan. Motor hadovi hamma joyiga. Balonlari yurib tursa bo'laveradi. Yaxshi holatda ekan. Mashinamiz 2014-yil 381 ming probekda, hashkalari zo'r holatda. Toza chexollari, barlari, 3D ko'riklari, temir gazlari, yangicha toza magnitofonlar, patologika salonlari akkuratniy ekan. Shu tashqi ko'rinishga, kuzovlarga ozgina mehr bersangiz zo'r holat keladi. Kraska tegizadigan joylari tegizdirib, kraskasini ham egalari zo'r bilmasa qala 30-40% deydilar. Lekin oldilar uslitlari strashniy udallar yo'q. Shu eshigida ozgina mehr berish kerak ekan. Shu joydan boshqadan kraska qildirib, qolgan joylarni chiroyli paylarga qildirsani zo'r holat keladi. Aytganimda motor hadoida umuman ishlar yo'q, shumkalarga qildirib bo'lgan. Bu mashinamiz 60 partiya Gendalier Safron xohlagan hujjat bo'ladi. Eng arzon vodikanimiz mashinamiz $5600 ga beraveramiz ma'lumot uchun mashina Namangan shahar